Farzandinglar bilan mashinada haydab ketishga qiynalyapsizlar. Biz sizlarga ajoyib yechim qilib qo'yganmiz. Avtokreslo Kidilo brendidan farzandinglarni 3 oylikdan boshlab bemalol 6 yoshgacha kresloda o'tkazib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, bu kresloimizni hozir funksiyalarini ko'rsatib beramiz. Komplektidan o'zini podushkalari chiqadi farzandinglarni teglariga qo'yish uchun. Keyingi qismi EasyFix uchun maxsus plastmassalari ham chiqadi, mashinalarni qirib qo'ymasligi uchun. Keyingi funksiyasi avtokresloimiz o'ziga kelamiz. 360 gradus aylanadi. E'tibor berasizlar. 360 gradusga aylanadi avtokresloimiz. O'zini EasyFixlari bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. EasyFixlari ikkita tomonidan knopkada bemalol chiqadi. Avtokresloimizni xohlasanglar yotqizib qo'yib, xohlasanglar sal yonboshlatib ham ishlatsanglar bo'ladi. Kresloimizni bo'ylari balandpast qilib ishlataverasizlar bemalol. Tagida knopkalar bor. Bo'ylari mana balandpast bo'ladi. 3 ta положениеda bemalol ishlataverasizlar buni ham. Avtokresloimizni o'zini zapas remellari ham chiqadi. Mashinaga bemalol qotirib olasizlar. Ikkita yon tomonlarida farzandinglar uchun strafovka udardan saqlaydigan funksiyalari ham bor. Materiallarni bemalol yechib yuvsanglar bo'ladi. Sifatli juda ham materiallari katushka bo'lib ketmaydi. O'g'il bolaga va qiz bolaga ranglarni ham moslab qilib bera olamiz. Shu holatda o'zida ham yotadigan, o'tiradigan holatga olib kelsanglar bo'ladi. Ichki qismlariga keladigan bo'lsak, ichki qismlarda farzandinglar uchun remel strafovkalari bor. Podushkalari juda ham yumshoq bo'ladi. Farzandinglar juda ham qulay o'tiradi. Farzandinglarning bo'ylari o'sib уже kattalashgan paytida chetidagi podushkalarni olib tashlaysizlar, yanada kengroq bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham mavjud. Ishonchli tez yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini $105 qilib qo'yganmiz, murojaat qilaverasizlar.